Azospermiyaning yengil formasi. Bu formasida moyaklar hajmi normada, muammo urug' yo'llarida bo'ladi. Urug' yo'llari mutlaqo to'silgan bo'ladi yoki urug' yo'llari tug'ma rivojlanmagan bo'ladi, ya'ni yo'q bo'ladi. Agar urug' yo'llari to'silgan bo'lsa, urug' yo'llarini ochish uchun rekonstruktiv bir necha xil operatsiyalarimiz bor. Tabiiy homiladorlik bo'ladi. Agar MESA operatsiyasidan urug' olinsa, bundan ECO-X yo'li bilan homiladorlikka erishsa ham bo'ladi. Demak, azospermiyaning yengil formasida 90% bemorda yechim bor. Azospermiyaning yengil formasi. Bu formasida moyaklar hajmi normada, muammo urug' yo'llarida bo'ladi. Urug' yo'llari mutlaqo to'silgan bo'ladi yoki urug' yo'llari tug'ma rivojlanmagan bo'ladi, ya'ni yo'q bo'ladi. Agar urug' yo'llari to'silgan bo'lsa, urug' yo'llarini ochish uchun rekonstruktiv bir necha xil operatsiyalarimiz bor. Tabiiy homiladorlik bo'ladi. Agar MESA operatsiyasidan urug' olinsa, bundan ECO-X yo'li bilan homiladorlikka erishsa ham bo'ladi. Demak, azospermiyaning yengil formasida 90% bemorda yechim bor.